Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida FIFA 90+ kanali. Jahon chempionati 2026 yarim finalida bizni haqiqiy gigantlar to'qnashuvi kutmoqda. Fransiya, Ispaniya. Bu o'yin shunchaki yarim final emas. Bu tarix, raqobat, qasos va yulduzlar jangi. Bir tomonda Mbappe boshchiligidagi Fransiya, ikkinchi tomonda esa Lamin Yamal yetakchiligidagi yangi avlod Ispaniyasi. Keling, ushbu ikki terma jamoa o'rtasidagi rasmiy o'yinlar tarixiga nazar tashlaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Fransiya va Ispaniya rasmiy turnirlarda 12 marta to'qnash kelgan. Bu o'yinlarda Fransiya 6 marta, Ispaniya esa 4 marta g'alaba qozongan. Ikkita o'yin esa durang bilan yakunlangan. Gollar bo'yicha ham ustunlik Fransiya tomonida. Fransiya 21 ta, Ispaniya esa 17 ta gol urgan. 1984-yilgi Yevropa chempionati finali. Bu raqobatdagi eng esda qolarli o'yinlardan biri. O'sha finalda Fransiya Ispaniyani 2-0 hisobida mag'lub etib, chempionlikni qo'lga kiritgan. Gollarni Platini va Belloni kiritgan. 1991-yilgi saralash o'yinlarida ham Fransiya Ispaniyaga 2 marta zarba bergan. Avval 3-1, keyin esa safarda 2-1 hisobida g'alaba qozongan. 2000-yilgi Yevropa chempionati play-offida ham Fransiya Ispaniyani 2-1 hisobida mag'lub etgan. O'sha o'yinda Zidan va Jorkayev gollari Fransiyaga g'alaba keltirgan. 2006-yilgi Jahon chempionatida esa yana bir katta to'qnashuv bo'lgan. Ispaniya oldinda edi, lekin Fransiya comeback qilib 3-1 hisobida g'alaba qozongan. Ribery, Vieira va Zidan Ispaniyani mundialdan chiqarib yuborgan. Lekin keyingi yillarda Ispaniya ham jim turmadi. 2012-yil Yevropa play-offida Ispaniya Fransiyani 2-0 hisobida mag'lub etdi. Xabi Alonso 2 ta gol urib, fransuzlarni uyga jo'natgan. 2021-yil Millatlar Ligasi finalida Fransiya yana Ispaniyani 2-1 hisobida yengdi. O'sha o'yinda Benzema va Mbappe Fransiyaga kubok olib kelgan. Ammo so'nggi ikki katta o'yinda ustunlik Ispaniya tomoniga o'tdi. Euro 2024 yarim finalida Ispaniya Fransiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Gollardan birini aynan Lamin Yamal urgan. Bu o'yin Yamalning katta sahnadagi portlashi bo'ldi. 2025-yil Millatlar Ligasi yarim finalida esa haqiqiy gollar yomg'iri bo'ldi. Ispaniya Fransiyani 5-4 hisobida mag'lub etdi. Bu o'yin futbol muxlislari uchun haqiqiy spektakl bo'ldi. Endi esa 2026-yilgi Jahon chempionati yarim finalida bu ikki jamoa yana yuzma-yuz kelmoqda. Tarixga qarasak, Fransiya umumiy hisobda ustun, lekin so'nggi yillarga qarasak, Ispaniya Fransiyaga qarshi juda yaxshi o'ynayapti. Endi savol bitta: Mbappe Fransiyani finalga olib chiqadimi yoki Yamal yana Fransiyani to'xtatadimi? Bu o'yin finalga teng bo'lishi aniq, chunki bu yerda faqat nomlar emas, butun futbol tarixi maydonga tushadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Fransiya finalga chiqadimi yoki Ispaniya yana bir bor fransuzlarni mag'lub etadimi? Albatta, fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.